hammadan xatarlik dushman o'limdan qo'rqmaydiginidir. Uning ismi yo'q, chiroyi yo'q, salohiyati yo'q. Faqat bir nishoni bor. U bo'lsa-mu qisos elish. Sen kim? O'zgartuvchi. Sizlarning qimmat narsalarni men aytmoqman. Ko'ninglarga kelmas. Ular ipmagan o buyum bir davlatni bayram qilib etgandek kuchli kamxatar. Balki bundoq changni sizlarga qilib boqmagan bo'lishinglar mumkin. Sizlarning faqat 3 kun vaqtinglar bor. Hozir boshlandi. O sarangni tutimiz deydi ekanmiz. Biz onundan o'ta talbi sarangni ishga selishimiz kerak. Gerçi askerligimizni chin tutsakmi? Ammo talbilikda biz hammani besib tushimiz. Bizni yiroq turinglar. Biz degan Hindistonlik. Ben bösüp giray, siz qo'ldan. Nemish qilsam bösüp kirsa? Chunki men qaltirsam chaqqa. Men pishib yetilgan ham tajribali. Men yosh ham hayotiy kuchga to'lgan. Kuch va kontrol qilishga sendek yaxshi. Men tez ham chaqqa. Qaysimiz cho'ng? Bu vazifada sizlarga kapitan Nisha bilan bizning qo'l ostimizga alaydi maxfiy xodim Harmandar yordamda bo'ladi. Biz o buyumni o'rnini aniqlab chiqdik. U Londondagi yer osti maxfiy o'rin. Ishqinglar, nemishqa buyruqqa bo'ysunmaysizlar? Mening g'ururim talantimdan ustundir. Uning talantining o'zi g'urur. Ishqinglarning mang'qiqninglar uchun buning badilini Hindiston davlati to'laydi. O'zinglarni haqiqiy qahramon chog'isanglar, qayni meni to'sib beqinglar. Gerçi bu sizning maydoning bo'lsin. Ammo bu maydondagi hammadan ustun mohir bor. Biz Nama'lum. Oxirgi tiniqimiz Yerimizda olmaydi. Askar qancha yordar bo'lsa, shuncha yovuz bo'lib ketadi. U shuncha yovuz bo'lib ketdi. Biz qadinas do'stlar. Bir-birimiz uchun jinimizni olmaymiz. Ham jinimizni elishdanmi yonmaymiz.